Assalomu alaykum, hurmatli Mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Bayroq mahallasidan bo'ladi. Zotdor buqalar boqish haqida. O'sha kuray buzishga kelibdi bu Sharif aka. O'sha 10-15 kunda biz boradi. Qurbonlikka buqani zo'rini so'yaman, o'zim boqib turaman deganlar bo'lsa, mana o'sha qurbonlikkacha 2 kurak bo'lib tayyor bo'ladigan buqalarimiz bor. Mana bu Greenford. Qozoqda oq boshiga ham o'xshab ketar ekan. Bu ham shu mits ekanda. Limuzinga Greenford. Shu limuzinga Greenford chachishganmi? Lekin o'ta uzun narsa ekan. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkala buqamiz 550 kilo plus minus suyuq qo'yg'iga chiqadi. Mana bitta shved buqamiz bor. Yo, boqishni naqizda ko'rsatamiz. Bu hali boqaman o'zim deyapti. Yaxshi yo'l sotiladi. Dehqondan olgan 3 oy oldin. 72 kun bo'ldi dedingiz. 2,5 oy bo'ldi. Silyosim tugadi. Sotib yuboraman akram dedi, o'zi boqish sirlari qilaman dedi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, ha buqalar. O'ta sifatli, yeb ichishlariga, boshqalariga garantiya. Hurmatli obunachilar, buqalarimiz mana atali. Tarkibida makka, bug'doy, oqshoq bor ekan. Drabilkadan chiqqan somonga aralashtirib berar ekan. O'ta mayin qilib yuboribdi somonni. Men butun beryapti. Uvalqajab butun. O qara, ish qo'ymaydi. Somondan qancha berasiz? O jomda bir jom. Somon. Bir jom somon mana unda. Hali paqirda 2 paqir shuni ataladi. Bir jom somon atali. 10 litrli atalik paqir 20 litr bo'lar ekan. Buqalarga vitamin ham beryapsiz ekanda. Bir ikki saydi, nari vitamin. Mintanit. Qanchadan qo'shib berasiz bu novvoslarga? 1 qoshiq. Mash qoshiqda 1 qoshiq. Bir mahal somon bersiz, bir mahal silyoz. 2 mahal. 2 mahalmi somon? Silyoz somonga aralashtirib berasizmi? Aralashtirib berar. Kunjara kunjara qanchadan beryapsiz? 1 kilodan kun 1 kilo. Yani 45 ming. Sharp aka bular o'zi yetaydi o'tiribdi. o'zi yetaydi. Boqiladigan xonasi bor. 800-900 kunga yaqinlashtiraman, boqaman deganlar bo'lsa, yog'siz novvoslarimiz. Boqma qatorida. Nech pul narx qo'yamiz Sharp aka? 40 dan 80 berib olib ketamiz. 40 milliondan 80 million narx aytilyapti. Tarozigachi. Ha, internet ishlamayapti. Taroziga narx aytib qo'ying.
bitta. 80 million narx aytyapti hurmatli. Bo'lasa zotga qo'ysa ham bo'laveradi. Zotgan. Ha, hali tish buzgan yo'q-ku bular. Endi buzdan ular. 20 mingkin bo'ldi buzgan. Bu shved tish buzdimi? Ha, qalam tishi yo'q haligina. Yeymi buni chiqarib ketgan, hozir buzgan. Ha, shveddan ko'ra ular zo'r o'zi. Mana o'zi undan u yemaganni ham Ishtahasi vashi zo'rding. ha. Uni yemaganini olib beraman ularga. Shatratib yuboradi. 65 mingdan qo'yib beraverasizmi taroziga? Qo'yaveraman. Ha? Bo'ladi. Trivet hurmatli ayra yutib ham beradi. Ama pulingiz bo'lsa olib boqib qo'ying. Hali bu yozda saratonda shunaqa bo'lib beradi. Bu hurmatli obuna 1 million so'mdan Bo'yi bir qirqqa? yo'q. Bo'yi 1.25, 1.30 atrofi. Lekin yapalaq yerga yaqin mollarni. Go'shto. Oldi kuchli ekan-da. Oldi to'sh katta. Mana bular. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Nomerlarni opsiyasida qo'yib qo'yamiz. Necha Yarimta piris, uchoviga. uchoviga yarimta piris. Degan. Bitta piris. 2 kilodan 6 kilo kunjara. 13 ming so'm kunjara bittasiga. Kepa 2 kilodan bo'lsa 6 kilo. 6 kilo kepa. Endi ana makka bilan bug'doyni bilmayman. Pashi 15 ming. 15 ming emas, 15 chiq balandroq. 20 ming desa, yana hisob kitob qilmayman. Dehqon hisoblar. Tozalab qo'ydi. Ha, jonivor. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Hisob olmasa bunaqa pitiramaydi. Ha,